Assalomu YouTube ahli, sizlar bilan TM Zonet bo'ladi. Bugun bizning mavzu Vegeta haqida 34 ta fakt yoki undan ham ko'p. YouTube kanali bor. YouTube kanalining nomi Vegeta. YouTube kanalini 2018-yil 18 dekabrda registratsiya qilgan. Eng ko'p ko'rgan videosi Chingiz haqida bo'lgan. Yoqtirgan o'yini Grand Arena. Birinchi videosini 5 yil oldin qo'ygan. İkinci kanalı ham bor. Obunachisi 250 mingdan ortiq, 427 ta video qo'ygan. VV mashinasini yoqtiradi. Siz va men haqimda 2 qismdan iborat video qo'ygan. ChatGPT haqida shorts video yuklab qo'yib turadi. YouTube algoritmini tushunadi. Reklamalar ko'p qo'yadi. PUBG'lar haqida video olgan. Sifatli videolar olish uchun bir haftadan ortiq vaqt ketkazadi. Ko'p videolari 10 minutdan kam bo'ladi, oshmaydi. Millati o'zbek, obunachilarga emas, prosmotrlar haqida ko'proq o'ylaydi. Obunadan prosmotrlar yaxshiroq deb o'ylaydi. Streamlarda kanallarni baholaydi. Viloyati Toshkent kanallarni 300 ming so'mga baholaydi. O'zbek blogerlar haqida reaksiya qilgan. Va'dasini ustidan chiqadigan odam. Kommentariyalarda Orifov Play haqida 100 ta fakt qilishini obunachilari ko'p so'raydi. 250 mingta bo'lsak, maktab haqida video chiqaraman deb va'da bergan. Videolar uchun montajlarni jamoa bo'lib ishlaydi, o'zi qilmaydi. Maktabni bitirgan. Videolarda 100 ta fakt, shortslarda esa 10 ta fakt videolar oladi. Shortslar oladi. Ba'zi shortslarni chopib turadi. Yoshi 20 da. Maktabni o'rtacha baho bilan bitirgan. Ikkinchi kanalida YouTube yurg'izish haqida videolar oladi. Telegram kanali bor. Nomi Vegeta Arts. Ismi Abriddin, familiyasi Abdullayev. Agar do'stlar videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Men bu videoni qo'yish uchun 2 soatdan 3 soatdan ortiq mehnatim ketgan. Iltimos obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga faktlarni baholang. Keyingisi Orifov Play haqida faktlar bo'ladi. Bunisi faqat 50 ta faktdan iborat bo'ladi Orifov Play haqida. Like bosib qo'ying va obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi video Orifov Play haqida 100 ta faktni ko'rib olasiz. Qani, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying.